Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y mana shunday qo'zi-qo'chqor ishqibozlar. Do'stlar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abdulbos do'stimizni qo'y fermalariga keldik. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylar bor ekan. Shularni narxini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugun hafta kuniga payshanba 17-aprel. Bu yoqda Abdulbos o'zlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Obunachilar yaxshimisizlar? Bugun qo'ydi o'ta sultonlari, o'ta yiriklari. Narxi ham zo'r bo'ladi, xudo xolsa. Videoda oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ysiz. Narxini ham arzon qilib, yengil qilib chiqarib berasiz. Endi bugunga nechta keldi? Bugunga bir 100 bosh bor. Общий soni 100 bosh. Bularda akalar partiya qilib bo'lib chiqaramiz. Yo'qsa bitta-bittadan like bosib, keyin telefon qilaverasizlar. Mana akalar, birinchi partiyalarimizga qo'chqormi, so'vliqmi? 25 tasi qo'chqor, 10 tasi so'vliq. 25 dona qo'chqori bor, qolgani so'vliq. 10 tasi so'vliq. Bular endi qachon yetib keldi? Bugun 3-kun. Bugun 3-kun chiroyli qilib, yungilari olib qo'yilibdi, boqishga tayyor holatda. Tayyor, xudo xolsa. Yoshlari necha oylik atrofida? Yoshlari 6 oy plus. 6 oy plus. 6 oy plus. Ha, 6 oy plus. Demak, yemda 7 oy plus minus. Adashib ketdi tarixda. ha, 7 oy plus minus atrofida. Yemni qancha bersangiz ham ko'taraveradi. Variantida akalar, janivorlar qaranglar. Badani yaxshi, oz-ozdan berib o'rgatib olamiz degan akalarimizga tavsiya qilaveramiz. Mana akalar, ko'rib turibdilar. Xo'p, bo'ylarini o'lchamadingiz bularni? Bo'ylar 75 plus minus. Minus kam 75. 75 ha? Ha, 75 plus minus olish olsun. Endi buni hammasini bir yerga narxini qanchadan deymiz? Hammasini 3 million 700 ming so'mdan Samarqandga yetkazib beramiz. 3 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beramiz. Kasal yo'qmi? Yo'q, kasal yo'q. Yebichariga Yebichari sinovdan o'tdi, bir hafta o'nkin sinov olishaveradi. bir hafta o'nkin sinov olishaveradi. Kelishtirib aytgancha yopishtirib 3 million 700 dan demang. 100 ming o'tib berilaman, oling. Olsin, 100 mingdan. Abdulbos, bo'ladiganini ayting. Bo'ladiganimi, yana ketdi. 3,5 milliondan olsin. Telefon qilsa yana ish bitadi. Telefon qilsa ish bitadi, shu gap. Barakasini bersin. Mana 3,5 million so'mdan hammasi ketaveradi. Sovlig'ini o'zini olamiz deysiz-chi. 100 ming o'tib beraman, sovlig'ini o'zini olamiz. 3 million 400 dan sovliqlarni chiqarib beraverasiz. Akalar, realni olamiz deganlarga videolarni tashlab beriladi. Kelib ko'ramiz degan akalarimizga bir qator lakasalarni ham tashlab berilaveradi. Beriladi, shu telefon qilishsin, iloji bo'lsa tepasiga kelib ko'rishsin, xudo xolasa. Qo'ylar vobshu udor. Imkoniyat bo'lmasa telefon qilsa chiroyli qilib. Qo'ylar zo'r. Ha, bo'yigacha. Endi bitta ikkita olamiz degan akalarimizga qanday bo'ladi narxi? Kelishamiz. U yoqqa telefonda kelishilaveradi. Kelishilaveradi. Telefon qilish o'tib, ish bitadi xudo xolasa. Mana akalar, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkilarimiz qayergacha endi? Samarqandgacha undan u yoqqa kelishilgan holat. Samarqandgacha ketaveradi. U yoqqa kelishiladi. Mana bu birinchi partiyalarimiz. Bundan ketinga qanaqalari bor? Bundan ketinga puli yengil, o'ta bu boshqachalari bor. Bo'lmasa o'shalarga ko'rsataveramiz. Ko'rsataveramiz. Endi akalar, ikkinchi partiyalarimizga pul arzonroq variantidan so'raganlar uchun bir xil razmerda. Mana soni nechta? 32 dona. Sovliqmi, qo'chqormi bular endi? 20 ta sovliq, 12 ta qo'chqor. 20 ta sovlig'i bor, 12 dona qo'chqori. Yoshlari 6 oy plus minus. 6 oy plus minus. Hammasini deyarli ko'pini dumbastikka dumbagan bularda. Mana. Osilgani yo'q. Xo'p, sovlig'ini aytamizmi, qo'chqorni aytamiz birinchi narxini? Arzon aytamiz. Bir yerga bo'pti. Hammasini olsin. Bir yerga narxini ayting. Bir yerga narxini Kelishtirib. 3 million 200 ming so'mdan Samarqandga yetkazib beraman. Kamachi. Yana o'tib ham beraman, telefon qilsin. Xudo xolasa qulay qilib beraman. Qancha o'tib berasiz? 100 ming so'mdan o'tib beraman. Ol. Meydalashmasdan. 50 ming, 20 ming. Kelishtirib ayting. Arada o'zi kelishtirib aytdim. O'ta qulay aytdim. Xursand bo'lib. Qo'lni bering yana bir marta. Xalq mazza qilsa 3 million so'mdan olsa hammasini. Barakasini bersin. Mana 3 million so'mdan 32 tasi bir yerga ketaveradi. Telefon qilishsa o'tib beradigan joyi bor. Kelishamiz. Sovlig'ini ham qo'chqorni adinni olaman, bitta, ikkita, 5 ta olaman degan ham telefon qilsin, kelishamiz.
telefon qilsa kelishadigan joytilari bor akalar. Mana. Xo'p, bu ikkinchi partiyalarimiz. Bundan ketinga yana bormi? Partiyaga o'ta bo'lakchasi haqida. Zo'rlaridan. Mana shu zo'rlari bor, sariq o'ta bo'lakchalari bor. Akalar, so'nggi partiyalarimizga zo'rlaridan so'raganlar uchun haqiqiy ishqibozlariga soni 6 dona, 4 ta sariqida, 2 dona oqidan. Sovlig'i bormi bularda? Ikkita oq so'liq. Ikkalasi sovliq. Yeb ichariga 1 hafta garantiya beramiz. 10 kun. Ha, 10 kun. Xo'p, pulini ayting, 6 tasini bir yerga bo'ladigan narxini. Kelishtirib ayting. 700 ming so'mdan Samarqandga yetkazib beramiz. Xayri bor. Xayri bor. Mana xayri payrisi yo'q mana. 100 ming so'mdan yana o'tdim. Barakasini bersin. 36 olish olsa. Telefon qilsa ishi bitadi yana. 3 million 600 ming so'mni 6 tasi bir yerga qaygacha? Samarqandga. Samarqandgacha ketaveradi akalar. Ishqibozlarga tavsiya qilamiz. Mana 6 dona bitta obunachimiz bor. Kim olsa ham maza qilib boqadigan variantidan. Tanlab olishga qanday bo'ladi endi? Kelishamiz, telefon qilish olsin. Telefon qilsa ishlari bitadi. Xudo xolasa. Endi bugungi videolarimizga shularmi? Shular xudo xolasa. Akalar bitta-bittadan like bosib qo'yasizlar mana. Janavarlar qaranglar.